Agar sizning oilangizda nogironligi bo'lgan inson bo'lsa yoki o'zingiz nogironlikni rasmiylashtirish, nafaqa olish, reabilitatsiya vositasi, ishga joylashish, tibbiy ko'rikdan o'tish masalalariga duch kelgan bo'lsangiz, bugungi ma'lumot siz uchun juda muhim. Chunki O'zbekistonda nogironlik va ijtimoiy himoya tizimida katta o'zgarishlar ketmoqda. Qamrov daxl 1 milliondan 6 milliongacha kengayishi, yordamning manzilli bo'lishi, hujjatlarni soddalashtirish. Nogironligi bo'lgan shaxslarni faqat nafaqa oluvchi emas, balki jamiyatda to'liq ishtirok etuvchi fuqaro sifatida qo'llab-quvvatlash masalasi kun tartibiga chiqdi. Men bugun sizga bu islohotlar oddiy odam hayotida nimani o'zgartirishi, kimlar bundan yutishi, qaysi joylarda ehtiyot bo'lish kerakligi va amalda nimalar qilish lozimligini aniq, tushunarli qilib aytib beraman. Bu mavzu faqat nogironligi bor insonlarga emas, hammamizga tegishli. Chunki har bir oilada keksalar bor, bolalar bor. Kasallik yoki jarohat kutilmaganda bo'lishi mumkin. Videoni oxirigacha ko'ring, hoziroq kanalga obuna bo'ling va like bosib qo'ying. Chunki bu ma'lumotlar ko'pchilikka haqiqiy yordam berishi mumkin. Men avvalo eng asosiy masalani tushuntiraman. Oldingi tizimda nogironlik bo'yicha yordam ko'pincha hujjat, komissiya, navbat va qayerga borishni bilmaslik muammosiga bog'lanib qolardi. Odam kasal bo'ladi, harakatlanishi qiyin bo'ladi, ishga chiqa olmaydi, daromadi kamayadi. Lekin yordam olish uchun bir necha idoraga borishi, turli ma'lumotnomalar yig'ishi, shifokor xulosalari, tibbiy kartalar, yashash joyidan ma'lumotlar, mehnat staji bo'yicha hujjatlar tayyorlash kerak bo'lardi. Ayniqsa qishloq joylarda yashaydigan, nogironligi bor farzandi bo'lgan yoki o'zi yurishga qiynaladigan odamlar uchun bu juda og'ir edi. Yana bir muammo shundaki, nogironlik masalasi faqat pensiya yoki nafaqa bilan cheklanib qolardi. Ya'ni insonning muammosi kengroq. U davolanishi kerak, reabilitatsiya vositasi kerak, protez yoki ortopedik moslama kerak, eshitish apparati kerak, aravacha kerak, uy sharoitida parvarish kerak, maktab yoki ish joyiga moslashtirilgan sharoit kerak. Ammo amaliyotda odam ko'pincha faqat bitta savol atrofida aylanardi. Menga qancha nafaqa chiqadi? Aslida esa to'g'ri tizim nafaqadan tashqari xizmat, moslashuv, reabilitatsiya va bandlikni ham o'z ichiga olishi kerak. Hozirgi islohotlarning mazmuni shundan iboratki, davlat ijtimoiy himoya qamrovini kengaytirishga, yordamni faqat qog'ozdagi to'yfaga qarab emas, insonning real ehtiyojiga qarab berishga harakat qilyapti. 4. 5 milliondan 6 milliongacha degan raqam aynan shu katta yo'nalishni bildiradi. Ko'proq aholini ijtimoiy himoya tizimi qamrab olishi, ehtiyojmand oilalar, nogironligi bo'lgan shaxslar, parvarishga muhtoj keksalar, kam ta'minlanganlar. Bolalar va og'ir vaziyatdagi oilalar e'tibordan chetda qolmasligi kerak. Bu o'zgarishning sababi oddiy. Agar yordam faqat qog'ozda bo'lsa, odam hayotida o'zgarish bo'lmaydi. Agar yordam manzili bo'lsa, masalan, bir oilada nogironligi bo'lgan bola bo'lsa va unga nafaqa bilan birga reabilitatsiya, maxsus ta'lim, psixologik yordam, ota-onaga maslahat, zarur moslama berilsa, bu oilaning hayoti haqiqatan yengillashadi. Nimalarni bilish kerak? Kimlar xavotir olishi kerak? Kimlar xavotir olmasligi kerak? Men ko'p uchratadigan birinchi savol. Islohot bo'lsa, mening nafaqam to'xtab qolmaydimi? Bu savol juda tabiiy. Chunki odamlar har qanday qayta ko'rib chiqish yoki yangi tartib deganda darhol mendan olib qo'yishadi deb o'ylaydi. Aslida islohotning to'g'ri maqsadi yordamni bekor qilish emas, uni aniqroq, adolatliroq va samaraliroq qilishdir. Lekin bu yerda muhim jihat bor. Agar hujjatlaringiz tartibli bo'lmasa, tibbiy ko'rik muddatini o'tkazib yuborsangiz, yashash joyingiz o'zgargan bo'lsa, ma'lumot yangilanmagan bo'lsa, bank kartangiz yoki shaxsiy ma'lumotlaringizda muammo bo'lsa, to'lovda kechikishlar paydo bo'lishi mumkin. Masalan, birinchi hayotiy misol. 58 yoshli erkak insultdan keyin harakatlanishi qiyinlashgan. Oldin u qurilishda ishlagan. Daromadi oyiga taxminan 4-5 million so'm bo'lgan. Kasallikdan keyin ishlay olmay qolgan. Oilada daromad kamaygan. Agar u nogironlikni rasmiylashtirmasa, nafaqa yoki pensiya masalasi ochilmaydi. Reabilitatsiya vositasi olish ham qiyinlashadi. Yangi yondashuvda bunday odam faqat nogironlik guruhi bilan emas, balki real ehtiyoji bilan bog'lanish kerak. Unga fizioterapiya kerakmi? Aravacha kerakmi? Uyda parvarish kerakmi? Qayta kasb o'rganib, yengilroq ishga o'tishi mumkinmi? Mana shu joyda islohotning foydasi ko'rinadi. Ikkinchi misol. Oilada 9 yoshli eshitishda nuqsoni bor bola bor. Ota-onasi oldin faqat nafaqa olish bilan cheklangan. Lekin bolaning asosiy ehtiyoji eshitish apparati, logoped
maxsus pedagog maktabda moslashtirilgan sharoit. Agar tizim to'g'ri ishlasa, bola faqat uyda qolib ketmaydi. Ta'lim oladi, ijtimoiylashadi, kelajakda kasb egallashi mumkin. Bunday holatda nafaqa muhim, lekin yetarli emas. Men doim aytaman, nogironlik bo'yicha yordam puldan boshlanishi mumkin, ammo pul bilan tugamasligi kerak. Uchinchi misol, 72 yoshli yolg'iz ayol bor. Farzandlari boshqa viloyatda yoki umuman yordam bera olmaydi. U rasmiy nogironlikka ega bo'lmasligi mumkin, lekin parvarishga muhtoj. Islohotlarning muhim tomoni shundaki, ijtimoiy xizmatlar faqat nogironlik guvohnomasi borlarga emas, ehtiyojga qarab ham ko'rib chiqilishi kerak. Chunki keksalik, surunkali kasallik, yolg'izlik ham ijtimoiy xavf omili hisoblanadi. Agar mahalla ijtimoiy xodim, tibbiyot muassasasi birgalikda ishlasa, bunday odamning ahvoli erta aniqlanadi. Kimlar albatta e'tiborli bo'lishi kerak? Birinchidan, muddati belgilangan nogironlik guruhi bo'lganlar. Chunki ayrim nogironlik holatlari doimiy emas. Ma'lum muddatga belgilanadi va qayta ko'rikdan o'tish talab etiladi. Ikkinchidan, yaqinda kasallik yoki jarohat sabab mehnat qobiliyatini yo'qotganlar. Uchinchi toifa, nogironligi bo'lgan bolalarning ota-onalari. To'rtinchidan, kam ta'minlangan oilalar, chunki ijtimoiy yordam tizimida oilaning daromadi, tarkibi, ishga layoqatli a'zolari, bolalar soni, uy-joy holati kabi omillar ham ko'rib chiqilishi mumkin. Kimlar ortiqcha xavotir olmasligi kerak? Agar sizning hujjatlaringiz joyida bo'lsa, tibbiy xulosalaringiz aniq bo'lsa, to'lovlaringiz qonuniy asosda tayinlangan bo'lsa, siz yashash joyingiz va shaxsiy ma'lumotlaringizni yangilab borgan bo'lsangiz, islohotlardan qo'rqish shart emas. Aksincha, yangi tizim sizga qo'shimcha xizmatlar, reabilitatsiya imkoniyatlari, bandlik dasturlari, subsidiya yoki moslashtirilgan yordamlar orqali foyda berishi mumkin. Yana bir muhim masala. 5 milliondan 6 milliongacha kengayish deganda hamma odam bir xil miqdorda pul oladi degani emas. Bu qamrov kengayish haqida. Ya'ni tizim ko'proq odamni ko'radi, ro'yxatga oladi, ehtiyojini baholaydi, xizmatga ulaydi. Kimdir nafaqa olishi mumkin, kimdir protez moslama oladi, kimdir uyda parvarish xizmati oladi, kimdir kasbga o'qitiladi, kimdir farzandi uchun maxsus yordam oladi. Shuning uchun menga qancha pul tushadi degan savol bilan birga menga qanday xizmatlar kerak degan savolni ham berish kerak. Endi men eng muhim ogohlantirishlarni aytaman. Birinchi xato, odamlar nogironlikni rasmiylashtirish uchun bu juda xavfli yo'l. Chunki noto'g'ri hujjat, asossiz xulosa yoki pul berib ish bitirish keyinchalik katta muammoga olib keladi. Eng to'g'ri yo'l davolovchi shifokordan boshlash, tibbiy hujjatlarni yig'ish, zarur tekshiruvlardan o'tish, komissiyaga qonuniy tartibda bo'lish. Agar sizda haqiqiy tibbiy asos bo'lsa, uni hujjatlarda to'g'ri aks ettirish kerak. Ikkinchi xato, odamlar faqat kasallik nomiga qaraydi. Masalan, menda diabet bor, demak nogironlik berilishi kerak deyishadi. Lekin nogironlik faqat diagnoz bilan emas, kasallikning oqibati, asoratlari, hayot faoliyatiga ta'siri, mehnat qobiliyati, o'zini o'zi parvarishlash imkoniyati, harakatlanish, muloqot qilish, o'qish yoki ishlash qobiliyati bilan baholanadi. Bir odamda diabet bo'lishi mumkin, lekin u nazorat ostida ishlay oladi. Boshqa odamda esa diabet asoratlari tufayli ko'rish pasaygan, oyoqda muammo bor, harakat cheklangan. Mana shu ikki holat bir xil baholanmaydi. Uchinchi nozik jihat, bolalar nogironligi va kattalar nogironligi tartibi bir xil emas. Bola uchun asosiy savol mehnat qobiliyati emas, rivojlanish, ta'lim, parvarish, reabilitatsiya, tibbiy ehtiyoj hisoblanadi. Ota-onalar ko'pincha bolaning hujjatlarini vaqtida yangilamaydi, reabilitatsiya rejasi bilan tanishmaydi, maktab yoki bog'chadan zarur tavsiyalarni olmaydi. Natijada bola olish mumkin bo'lgan xizmatdan chetda qoladi. To'rtinchi masala, norasmiy daromad va yashirin holatlar. Ijtimoiy yordam manzilli bo'lganda oilaning real ahvoli muhim. Agar oila rasmiy jihatdan daromadsiz ko'rinsa, lekin amalda doimiy katta daromadga ega bo'lsa, tizim buni aniqlashi mumkin. Aksincha, ayrim oilalarda haqiqiy ehtiyoj bor, lekin hujjatlarda noto'g'ri ko'rinadi. Masalan, uyning nomi bor, lekin yashash sharoiti og'ir. Ishga layoqatli a'zo bor, lekin u ham kasal yoki parvarish bilan band. Shuning uchun ariza yozganda vaziyatni aniq tushuntirish, dalillarni ko'rsatish, mahalla va ijtimoiy xodim bilan ochiq gaplashish kerak. 5-nozik jihat. Nogironlik guruhi tayinlansada ham hamma yordam avtomatik kelmaydi. Ba'zi to'lovlar avtomatik tizim orqali shakllanishi mumkin, lekin ko'plab xizmatlar uchun alohida murojaat qilish kerak bo'ladi. Masalan, reabilitatsiya vositasi, sanatoriy yo'llanmasi, kasbga o'qitish, ish joyini moslashtirish,
uyda ijtimoiy xizmat, bolaga maxsus ta'lim yordami kabi masalalarda siz faol bo'lishingiz kerak. Men ko'p oylarda shuni ko'raman, odamning huquqi bor. Lekin u bilmagani uchun foydalanmaydi. 6-masala, qayta ko'rikdan o'tishda avvalgi hujjatlar yetarli deb o'ylamang. Agar holatingiz yomonlashgan bo'lsa, yangi tekshiruvlar, shifokor xulosalari, davolanish tarixi, statsionar yoki ambulator ma'lumotlar kerak bo'ladi. Agar holat yaxshilangan bo'lsa, komissiya buni ham hisobga oladi. Shuning uchun tibbiy kartangizni yuritish, tekshiruv natijalarini yo'qotmaslik, dori darmonlar, operatsiya, davolanish, reabilitatsiya bo'yicha hujjatlarni saqlash juda muhim. 7-masala, nogironligi bo'lgan odam ishlasa, nafaqamni olib qo'yishadi degan to'g'ri emas. Ishlash imkoniyati nogironlik darajasi, mehnat sharoiti, tayinlangan to'lov turi va qonunchilikdagi tartiblarga bog'liq. Ko'plab nogironligi bo'lgan shaxslar mos sharoit yaratilsa ishlashi mumkin. Islohotlarning yaxshi tomoni ham shunda, insonni jamiyatdan ajratish emas, imkon qadar mehnat bozoriga qo'shish. Lekin ishga kirishdan oldin o'zingizning to'lov turi, pensiya yoki nafaqa shartlari, mehnat shartnomasi va soliq masalalarni aniqlab oling. Endi men sizga aniq qadamlarni aytaman. 1-qadam, vaziyatingizni tartibga soling. Agar sizda yoki oila a'zongizda nogironlik bo'yicha hujjat bo'lsa, uning muddati, guruhi, qayta ko'rik sanasi, to'lov turi, bank kartasi, pasport yoki ID ma'lumotlari. Yashash manzili to'g'ri ekanini tekshiring. Buni e'tiborsiz qoldirmang. Ko'pincha u kasallikda emas, aynan ma'lumotlar mos kelmasligida chiqadi. 2-qadam, tibbiy hujjatlarni yig'ing. Davolovchi shifokor xulosasi, ambulator karta, statsionar davolanishdan chiqish hujjati, tekshiruv natijalari, MRT, KT, rentgen, UZI, laborator tahlillar, mutaxassislar xulosasi, operatsiya bo'lgan bo'lsa, operatsiya bayonnomasi, qabul qilingan dori va reabilitatsiya bo'yicha tavsiyalarni saqlang. Hujjatlar eski bo'lsa, yangilash kerak bo'lishi mumkin. 3-qadam, oilaviy poliklinika yoki tegishli tibbiyot muassasasiga boring. Menga nogironlik kerak deb umumiy gapirmang. Aniq ayting, mening harakatlanishim cheklangan, ko'rishim pasaygan, o'zimni parvarishlashda yordam kerak, ishlay olmayapman. Bola rivojlanishida kechikish bor. Eshitish apparati kerak. Shifokor aynan hayot faoliyatiga ta'sir qilayotgan holatlarni hujjatda aks ettirishi juda muhim. 4-qadam, mahalla va ijtimoiy xodim bilan bog'laning. Hozir ijtimoiy himoya tizimida ehtiyojli joyda o'rganish muhim bo'lib boryapti. Agar oilada parvarishga muhtoj odam bo'lsa, daromad kamaygan bo'lsa, bola maxsus yordamga muhtoj bo'lsa, buni yashirmang. Arizada vaziyatni batafsil yozing. Oilada nechta kishi bor? Kim ishlaydi, kim parvarish qiladi? Ijara bormi? Dori-darmon xarajati qancha? Transportga chiqish qiyinmi? Uy sharoiti mosmi? 5-qadam, arz yozishda umumiy so'zlardan qoching. Masalan, yordam bering deb yozish o'rniga, nogironligi bo'lgan farzandim uchun reabilitatsiya vositasi olishda yordam so'rayman. Uyda parvarish xizmati masalasini ko'rib chiqishingizni so'rayman. Ijtimoiy nafaqa tayinlash bo'yicha arizamni qabul qilishingizni so'rayman. Mehnatga qaytish uchun kasbga o'qitish imkoniyatini ko'rib berishingizni so'rayman deb aniq yozing. Aniqlik idora uchun ham, siz uchun ham foydali. 6-qadam, barcha murojaatlaringizni izsiz qoldirmang. Ariza topshirsangiz, qabul qilinganini tasdiqlovchi raqam yoki nusxa oling. Elektron murojaat qilsangiz, murojaat raqamini saqlang. Telefon orqali aytilgan gapga tayanib qolmang. Javob muddatlarini kuzatib boring. Agar rad javobi berilsa, uning sababini yozma shaklda oling. Chunki sababni bilmasangiz, xatoni tuzata olmaysiz. 7-qadam, rad javobidan qo'rqmang. Ba'zan odamlar bir marta rad javobi olsa, bo'ldi, menga hech narsa berilmaydi deb tashlab qo'yadi. Aslida rad javobida sabab bo'ladi. Hujjat yetishmagan, tibbiy asos yetarli emas, muddat noto'g'ri, daromad ma'lumotlari mos emas, boshqa idoradan ma'lumot kerak. Sababni aniqlang. Kamchilikni to'ldiring, qayta murojaat qiling. Agar qaror adolatsiz deb hisoblasangiz, yuqori turuvchi tashkilotga yoki qonuniy tartibda shikoyat qilish huquqingiz bor. 8-qadam, faqat nafaqa bilan cheklanib qolmang. Agar nogironligi bo'lgan odam yosh bo'lsa, o'qishi, kasb o'rganishi, masofadan ishlashi moslashtirilgan ish joyiga ega bo'lishi mumkin. Masalan, harakatlanishi cheklangan yigit kompyuter savodxonligi, grafik dizayn, buxgalteriya, onlayn xizmat ko'rsatish, tarjima, qo'l mehnati kabi yo'nalishlarda daromad topishi mumkin. Eshitishda nuqsoni bor qiz tikuvchilik, dizayn, texnik yo'nalishlar, IT asoslari bo'yicha o'qishi mumkin. Bu yerda davlat dasturlari, nodavlat tashkilotlar,
bandlik markazlari va o'quv kurslari imkoniyatlarini qidiring. 9-qadam nogironligi bo'lgan bolalar bo'yicha vaqtni yo'qotmang. Erta reabilitatsiya juda muhim. Bola 30 yoshda olishi kerak bo'lgan yordamni 10 yoshda olish kech bo'lishi mumkin. Nutq, eshitish, harakat, autizm spektri, aqliy rivojlanish, ko'rish bilan bog'liq muammolarda ota-ona o'zi o'tib ketadi deb kutmasligi kerak. Shifokor, psixolog, logoped, defektolog, reabilitolog bilan erta ishlash bolaning kelajagini tubdan o'zgartiradi. 10-qadam oilada parvarish qilayotgan odamni ham unutmang. Nogironligi bo'lgan odamga qarayotgan ona ota. Turmush o'rtoq yoki farzand ko'pincha o'zi ham charchaydi, ishlay olmaydi, daromadsiz qoladi, ruhiy bosimda yashaydi. Ijtimoiy himoya tizimi faqat bemorni emas, parvarish qiluvchini ham ko'rish kerak. Shuning uchun arizada parvarish yuklamasini ham yozing. Kuniga necha soat yordam kerak? Odam yolg'iz qoldirilsa xavf bormi? Dori berish, ovqatlantirish, yuvintirish, ko'chaga olib chiqish kimning zimmasida? Bugungi islohotlarning eng muhim ma'nosi shuki, nogironlik masalasi faqat nafaqa miqdori emas, insonning hayot sifati, mustaqilligi, davolanishi, reabilitatsiyasi, ta'limi, ishga qaytishi va jamiyatda o'z o'rnini topishi bilan bog'liq. 5 milliondan 6 milliongacha kengayish degani ko'proq odam e'tiborga olinishi, yordam tizimi kengroq ishlashi kerak degani. Lekin bu imkoniyatlardan foydalanish uchun hujjatlarni tartibga solish, tibbiy asoslarni to'plash, arizani aniq yozish va o'z huquqingizni bilish zarur. Men sizga tavsiya qilaman, bugunoq hujjatlaringizni tekshiring, qayta ko'rik sanasini aniqlang, tibbiy qog'ozlarni bir papkaga joylang, mahalla yoki ijtimoiy xodim bilan bog'laning. Kerak bo'lsa yozma murojaat tayyorlang. Eng asosiysi bilmayman deb chekinmang. Tizim o'zgaryapti, lekin odam o'zi ham faol bo'lmasa, ko'p imkoniyatlar qog'ozda qolib ketadi. Agar sizda nogironlik bo'yicha nafaqa, hujjat, komissiya, reabilitatsiya vositasi yoki ijtimoiy yordam haqida savol bo'lsa, izohlarda yozib qoldiring. Sizning tajribangizda boshqalarga ham foyda berishi mumkin. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu videoni aynan shunday ma'lumotga muhtoj insonlarga yuboring. Keyingi videolarda men hujjat topshirish tartibi, rad javobiga shikoyat qilish va nogironligi bo'lgan bolalar uchun mavjud imkoniyatlarni alohida tushuntirib beraman.